Biz juda ko'p sinovlarni boshdan kechirdik. Ammo barchasini yengib, ajoyib bir mustahkam oilaga aylandik. Nega o'ylanib qolding? O'g'lim Brian mendan bir kuni, "Dada, siz hech narsadan qo'rqmaysiz, lekin men qo'rqaman. Yaxshi ko'rgan insonlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Hamma ajoyib tuyg'ularni izlaydi, lekin eng muhimi bu oila." Qanday reja? Men bilmayman. Biz halok bo'lishimiz mumkin. Ammo so'nggi nafasgacha kurashamiz. Mag'lubiyatni tan olma. Azob-uqubatlar burching bo'lganda. Yotinglar! Dominic Toretto. Tez kunda qo'rquv nimaligini his qilasan. Seni ajoyib hayoting quvonchlarga to'lib toshgan. Meni esa bulardan mahrum qilding. Sen mendan barchasini tortib olding. Kelajagimni, oilamni. Endi esa seni oilangni yo'q qilaman. Ikkiga bo'lib tashlayman. U ortingdan kelmoqda.